Chiroyli объемli ukladkani uy sharoitida 15 daqiqada qilishni o'rganamiz. Video aynan siz uchun. Ukladkamiz uchun bizga dazmol, soch uchun va albatta Holilentdan Lark A1 mikrofoni kerak bo'ladi. Mikrofon nimaga kerak deysizlarmi? Sizlarga tushuntirayotganda ovozim juda ham zo'r eshitilishi uchun. Menimcha endi ovozim juda ham yaxshi va tiniq eshitilyapti, chunki mikrofonimni olib oldim. Unda boshladik. Top-toza yuvilgan sochimizni avval yaxshilab tarab olamiz. Men sochlarim uzun edi va yaqinda kaskad qilib kestirib tashladim. Sochimizni birinchi pastidan joy qoldirib, shunaqa tepaga qarab yig'ib olamiz va qolgan joyini ukladka qilishdan boshlaymiz. Tekis ushlab kelib, oxiriga yaqinlashganda shunaqa qilib qayirib olamiz va sekin tushamiz. Yarmiga kelganda yana bir marta aylantirib qayirib va kichkinagina qistirg'ich yordamida qistirib qo'yamiz. Jingalagimiz shunchalik объемli va ko'p turadigan bo'ladi. Qolgan sochlarimizni ham xuddi shunday ketma-ketlikda uchuq qilib, oxirida qistirg'ich bilan qistirib qo'yamiz. Aytgancha sizga yana bir foydali maslahat. Sizning ham videolaringizda ovozlar tiniq va shovqinlarsiz eshitilishini xohlasangiz, albatta Holilentdan Lark A1 mikrofonni sinab ko'rishingiz kerak. Narx va sifat tomondan juda ham qulay. Aynan hozir men shu mikrofondan foydalanyapman. Ana endi bizning объемli ukladkamiz tayyor bo'ldi. Kiyimimiz almashtirgandan so'ng sochimizdagi qistirg'ichlarni yechib chiqamiz. Raspakovka chek. Qistirg'ichlardan yechib chiqamiz. Va bizda 15 daqiqada uy sharoitida shunaqa chiroyli объемli ukladka tayyor. Albatta sinab ko'ring, qistirg'ichdan foydalanish esingizdan chiqmasin, oxirida prilis bilan qotirib qo'yamiz.